Bitta zapravkada 700 km trassada dirs proyektni uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. 65 talik gaz balon maksimal darajada ichkariga kirgizilib, cho'tki qilib uстановка qilib berildi. Original jihozlari bilan 4-pokoleniya propan gaz uстановка qilib berildi. Qo'yilgan jihozlarimiz bilan bitta tanishtirib o'tamiz. Blok upravleniyamiz original Polshada ishlab chiqarilgan Alex Optima blok upravleniyasi uстановка qilindi. Elektron sistema, matdachik, sudachik, ключаtlgacha Polshada hisoblanadi. Farsunkamiz высокоскоростной gazga ixtisoslashtirilgan maksimal darajada gazni cho'tki yetkazib beradigan Adax original farsunkalari и original Norveg reduktorlari bilan hid chiqarmasligi uchun prozrachniy shlanka и fragment shlankalardan foydalanadi. Kimga shunday sifatli, ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu komplektatsiyani narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring, biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Eslatib o'tadigan joyi, bu avtomobilimiz MCM bo'lgani uchun faqatgina kompyuter nastroyka qilinadi. Pult zavadashi, balobatlar, go'riyor bunaqa narsalari yo'q. Bunga hali chiqmagan. Chiqib qolsa albatta uni ham qilib beramiz.